Agar tiriklayin ko'milgan bo'lsangiz, avvalo changni filtrlaydigan vosita sifatida ko'ylagingizni og'zingizni yopish uchun ishlating. Keyin kichik va nazoratli harakatlar bilan tobutni sindirishga e'tibor qarating. Agar tobutni yorib o'tishga muvaffaq bo'lsangiz, sizga tomon yopirilgan tuproqni oyoq tomoningizdagi bo'sh joylarga surishga harakat qiling va yon tomonlar bo'ylab ishlang. Keyin asta-sekin o'tiring. Tuproq tushayotgan paytda uni tobut ichiga surishda davom eting. Shundan so'ng tuproqni yuqoriga surib, qabrdan chiqishga harakat qiling. Bular haqim ko'rmasin-da. Bo'lmasa qabr bilan chiqqan kelin degan kino o'radi. Agar bu ham o'xshamasa, favqulodda vaziyatlar vazirligiga qo'ng'iroq qiling-deylar. Chiqqanimizcha o'lib olsak, qanaqa joyimizga qaytsak bo'ladi? Sinab ko'raman, o'xshamasa chiqib ittaraman deylar. Rahmat ish berdi. Buvamga tashab edim bu videoda. Qabriston gruppasiga tashab edim videodan. Bu videoni tiriklaring ko'milgan do'stingizga jo'natib qo'ying deydi. Agar qutulib chiqsangiz, o'rningizga sizni ko'rib yurak yorilgan insonni joylab qo'ying. Shunda joyingiz sovib qolmaydi deylar. Men bilmayman nimaga video saqlanib oldim deylar.